Assalomu alaykum. Yana sizlar bilan o'sha shoferganidek qadrdon uchaxonlang, keyin undan tashqari akaxonlang. Do'stlar, Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga kelganmiz. Ko'ryapsiz orqadagi radiatorlarni. Bu radiatorlar bir kunda 10 ming so'mdan 12 ming so'mgacha rasxod qiladi deyapti. Do'stlar, bunaqasi bo'lmagan. Videoda boshdan bitta tarsillatib like bosib qo'yinglar. Biz sizlar uchun to'xtamaymiz do'stlar. Qaylar do'stlar, mana shu ko'rib turgan radiatorlaring bir kunda 10 ming so'm rasxod qiladi. Nimaga unaqa deydiganlar uchun yaqinroq olib keling. Qani o'zini termostat bo'ladi, ko'ryapsizlar. Undan tashqari o'zini mana tenti bo'ladi do'stlar. Mana termostat 80 gradusga chiqqandan keyin avtomatik o'chadi do'stlar. 80 gradusga chiqqandan keyin avtomatik o'chadi. Undan keyin 80 gradusdan past bo'lib ketgandan keyin o'zi avtomatik yonadi. Isitsa haqiqatdan normalmi do'stlar, qo'lni kuydiradi. Bemalol bitta uylarni bemalol isitaveradi. Endi palon pulga o'tin-po'tin olib yurmaysiz. Bitta mashina olasiz. Ustasiz do'stlar. Olib keling. Bu kichkinasi bor. Mana shuni ko'ryapsizlar. Buni narxi mana obunachilarimdan telefon qiladigan bo'lsangiz, atigina 500 ming so'mdan qilib beradilar do'stlar. Ko'pchilik kommentariyga yozadi, atigina 500 ming so'mga beradi. Bunaqasi bo'lmaydi. Bunisi bor, buni narxi 700 ming so'mga qilib beraman deyapti. Bu ham bitta uylarni isitib yuboradi. Bunisini ko'ryapsiz, mana shu 14 ta qo'rg'ali bo'ladi. Buni narxi 1 million so'm. 1 million so'm. Bunaqasi haqiqatan bo'lmaydi. Farg'ona viloyati Toshloq tumanida turibmiz. Like bosib qo'ying, keyin podpiska qilib qo'ymaysiz, bo'lmaydi. Mana shu videoda sirrazi mana shunaqa radiator o'qtab yurgan do'stlarga tashlaylar. Yana bir qator sizlarga aytib o'tib ketaman. O'zini ko'ryapsizlar, termostati bo'ladi do'stlar. O'zini tenti bo'ladi, avtomatik 80 gradusga chiqqandan keyin avtomatik o'chadi do'stlar. Yolg'on narsa yo'q batda. Realni. Qarang, dastlabki xizmati bor, kelishilgan holatda deyapti. Undan tashqari mana ko'ryapsizlar. Bunisi ham xokaga, ko'mirga bemalol alyumin. Nima deysiz buni? Alyuminmi? Temirli profil bo'ladi. Buni narxi bitta qo'rg'asi 35 ming so'm deyaptilar, lekin sizning nomingizdan kelsa 30 ming bar jichapcha tushib ham beraman. Bitta qo'rg'asi shunaqa narxda 30-35 ming so'm do'stlar. Bunaqasi bo'lmagan. Mana undan tashqari buni ham ko'ryapsizlar do'stlar, mana. Buni ham qo'rg'asi bir donasi 45 mingmi? Bir dona qo'rg'asi 45 ming so'm. Xo'ling, shunday turishcha oling, xolasiz anandaqa radiatorga beringiz, unaqa radiatorni qilib beraveradilar do'stlar. Bemalol bexizolat do'stlar. Bilaman, siz qatdan kuzatayotgan bo'lsangiz, sirazi kommentariga maytdan kuzatyapman. Omad deb yozib ketsa esdan chiqmasin. Qo'limni qisib oldim do'stlar. Qaylar bunisini narxiga keladigan bo'lsa, buni oti alyumin, bunisini alyuminli radiator bo'ladi. Buni narxi 30 ming so'm deganlari bilan qalblariga yo'l solsa jichapcha tushib ham beradilar. Hozir sizlar Farg'ona viloyati Toshloq tumanida turibsiz do'stlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bunaqasi bo'lmagan. Bilaman, siz YouTube'da kuzatyapsiz. Bitta like bosib sizlarga jalga bosib, like bossalar ham yana ham shiddatlashib, yana ham osilib sizlarga videolar qo'yib boraman do'stlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmati bor, kelishilgan holatda. Sizlarga yana bitta aytib ketaman, Farg'ona viloyati Toshloq tumanida turibmiz. Bizdan uzoqlashmanglar, qo'llab-quvvatlab tursangiz, xudo xolasa yana ham zo'r narsalar olib chiqaraman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Men sizlar bilan hamisha birgaman. Sog' bo'ling.